Assalomu alaykum. Ushbu playlistda Smart Sale platformasini imkoniyatlari va undan qanday qilib foydalansa bo'ladi. Shularni xudo xohlasa ko'rib chiqamiz. O'zi birinchi savol tug'iladigan savol Smart Sale nima degan savol tug'iladi va nimaga Smart Sale dan foydalanish kerak? Hop, Smart Sale bu telefon do'konlarini avtomatlashtirish uchun sistema hisoblanadi. Hop, ko'pchilik asosan daftar uchkada yuradi, keyin hisob kitobini bilmaydi yoki qanaqadir ishxonasida masalan bittadan ortiq odam ishlashi mumkin, shogirdini yoki ishchi xodimi bo'lsa, qanaqa telefon sotildi, qanaqa telefon keldi, hisobotlar, shunga o'xshagan narsalarni ko'rish, hisob kitob qilishga qiynaladi. Endi Smart Sale shu muammoni yechib beradi. Ya'ni do'konda nima bo'lyapti, nima qanchaga sotildi, bir kunda qancha telefon sotildi, qancha nasiya bor, shularni hammasini Smart Sale ko'rish imkoniyatini beradi. Ya'ni sizni do'koningizda do'konda turmasangiz ham boshqarish imkoniyatini beradi. Hop, bo'lmasam keyingi darslikda qanday qilib ro'yxatdan o'tish, shularni xudo xolasa ko'rib chiqamiz.